Chunki orzuda biz bilasizmi, qachondir menda tam deylik samolyot bo'ladi deb, 5 yoshimizdan 50 yoshimizgacha orzu qilib o'tiraverishimiz mumkin. Qachondir biz uni aniq maqsadga aylantirib, ko'rib oqib keyin aytishimiz mumkin. Qani harakat qilib ko'ring. 20 yil harakat qilib ko'ring, o'shanda ham bo'lmasa bo'lmaydi deb. Endi 20 yil juda ko'p, men endi kulib aytyapman. Shuning uchun bu harakat qilinadiki, hatto yosh davrini ham o'zini shu o'lcham chegaralari bor. Kichkina bola bo'lib tugab, keyin o'smirlikka o'tadi, o'spirinlikka o'tadi, katta davrga o'tadi, keyin u tugab qarilikka o'tamiz. Hammasini o'zini o'lchami bor, chegarasi bor. Shuning uchun hamma narsani o'z vaqtida qilishga ulgurishimiz kerak. Ya'ni bu juda ham yana muhim, o'sha o'zimiz ustimizda ishlaganimizda, bolani tarbiyalaganimizda. Shuning uchun har doim aytaman, bolada shunaqa davr bor, bola ota-onaga ko'proq quloq soladi. 100% ham emas, maksimal darajada o'sha muhtoj ham bo'ladi, xohlaydi ham. Uni butun o'sha psixologik organlari ota-onaga qaratilgan bo'ladi.